Oshqozonim hajmini kamaytirib, ozib ketdim. Muyassar Berdiqulova kundan kunga yosharib borayotgan haqida shunday deydi. Avvalo insonning ichki tabiati, ruhiyati toza bo'lish kerak. Hatto dushmanining ham yutug'ini to'g'ri qabul qila olgan odam yoshi ulg'aygan sari Alloh istarab berib boraverar ekan. Bunga amin bo'ldim. Bundan tashqari san'at odamimiz hammaga namuna bo'lib, o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak. Juda xushbichim bo'lmasam ham, yoshimga qarab shunga harakat qilaman. Meni ko'rgan ayollar Muyassar opaning yoshida biz ham shunday bo'lishimiz kerak deyishini xohlayman. Hozir aynan kosmetolog bilan ishlaydigan yoshga yetib keldim. Yoshlar yuziga bo'rtirib qilib oladigan muolajalarni eng minimal darajada o'zimga qildira boshladim. Bundan uyalmayman. Chunki yoshim shuni taqozo qilyapti. Mening yoshim 30 da, 45 da, 50, hatto 55 da emas. Aynan shularni qabul qiladigan davrdaman. Bundan tashqari, oshqozon hajmini kamaytirish orqali bariatriya jarrohlik amaliyoti qildirganman. Shu operatsiyadan keyin juda ozib ketdim. Hamma kasaldek ozib ketdingiz dedi. Lekin hozir o'zimning normamga kelib oldim, deydi Muyassar Berdiqulova. Dugonam olma bilan o'rik bo'larmidik degan gapni ko'p takrorlaydi. Yoqtirmayman shu iborani. Buni aytish shart emas. Shundoq ham qarayapmiz. Ammo qarayapman deyaversak, yana ham ko'proq kasal bo'lamiz. Doim kuchga to'lib yurishimiz kerak. O'zimizni o'zimiz o'ylamasak, farzandlar ham, nevaralar ham o'z yo'liga. Har bir yoshning o'zining zavqi bor. Dugonalarim bilan hozir bola chaqadan qutulganmiz. Hamma o'zining sevgan ishini qilyapti. Hali 80-90 yoshga kirsak, shu davrimizni qumsaymiz. Hozir ham yoshimiz. Men hozir o'zim uchun yashayapman, deydi aktrisa. Hamma mening oilamga qiziqadi. Muyassar Berdiqulova shaxsiy hayoti, oilasi haqida hech qaysi intervyularda gapirmaydi. Ko'z tegadimi, qo'rqadimi yoki aytishga cho'chiydigan holatlari bormi? Mening birovning oilasi bilan ishim yo'q, lekin hamma mening oilamga qiziqadi. Bu oila mening oshxonam. Bu yerda nima bo'ladi, kim o'tiradi, kim choy ichadi, kim ovqatlanadi. Hammasi menga tegishli. Tashqariga esa tayyor taomni olib chiqaman. Oshxonamga kimdir kirib, unda bo'layotgan ishlar haqida xabar topishni xohlamayman. Oilada erkin bo'laman. Tashqarida birov bilan juda ehtiyotkorlik bilan gaplashaman, deydi u. Sinfdoshlarimning ehtiromidan ko'zim yoshga to'ldi. Namanganning Norin tumanidanman. Oliygohga kelguncha u yerda bo'lganman. Bahor kelib, hamma yoq yashillikka burkanganda yana o'sha yerlarga borgim kelaveradi. 40 yil ko'rmagan sinfdoshlarim bilan uchrashdim. Men kelishimga kafeda joy buyurtma qilib, musiqalar qo'yib, sinfdoshlarimning hammasi ikki tomonda jonli yo'lak bo'lib turib olishibdi. Mashinadan tushishimda hozir davraga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, sinfdoshimiz, Jamalak dugonamiz Muyassarxonim Berdiqulova kirib kelmoqda desa, yig'lab yuboray dedim. Hammasi ko'nglimga qarab, yosh qizchaday erkalatib gapirishdi, deydi aktrisa. Loyqa suvga bo'kkan non yesakda sog'lom yurganmiz. Dadam sal qizg'anchiq edi. Bolaligimda buvimning uyida kechqurun hech qoldirmasdi. Mehmonga kelsak ham uyg'otib olib ketmoqchi bo'lardi. Tog'amning qizlari bilan bir ko'rpaning tagida yotib katta bo'lganmiz. Bobom saharda namozini o'qib bo'lib, bizga dam solib qo'yardi. Buvim esa kechqurun o'rtamizda yotib, bizga Fotiha va boshqa suralarni o'rgatib uxlatardi. Ariqlarda cho'milardik. Kelinoyim pishirib bergan kulchalarni ariqning suvida sovutardik. Loyqa suvda bo'kkan non yegan bo'lsak ham hech kasal bo'lmaganmiz. Maktabda dalaga yaganaga chiqasizlar, attestatni keyin beramiz deyishardi. Yaganani qilib bo'lgach, ariqdan suv ichardik. Tut daraxtini qoqib, yerga to'kilganlarni yerdik, lekin juda sog'lom yurardik, deya bolaligini eslaydi Muyassar Berdiqulova. Muyassar Berdiqulovaning shu vaqtga qadar topgan eng katta boyligi nimada? Boyligim ko'p narsada. Sevgan kasbim, sog'lig'im bor. Sog' bo'lsam hamma narsa qila olaman. Sog' bo'lsangiz hammaga keraksiz. Farzandga ham, turmush o'rtoqqa ham, do'stlarga ham. Kasal bo'lsangiz 1-2 marta eslagandan so'ng unutilib ketasiz. Har kuni ertalab turib oynaga qaraganimda o'zimga seni yaxshi ko'raman deyman. Buni menga yaqinda Zuhra Soliyeva o'rgatdi, deydi aktrisa.